Har bir homiladorlik ayol kishi uchun bu orzu, juda ham katta hayajon va ishonchdir. Lekin homilani rivojlanmay qolishi, ko'p marta homilani tushishi bu demak ayol kishida juda ham ko'p salbiy oqibatlarga va albatta oilada ham turli xildagi nomutanosibliklarga olib kelishi mumkin. Ayol kishi har doim o'zini ayblashi mumkin. Nimaga rivojlanmay qoldi, nimani xato qildim, qanday demak nimalarga e'tibor berilmadi deb. Lekin shuni bilishingiz kerakki, bu har doim ham demak ayol kishini o'ziga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Bugungi videomizda siz bilan ko'pchilik ahamiyat bermayotgan, lekin bu juda ham ko'p salbiy oqibatlarga sabab bo'lib kelayotgan mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bu bugungi kunga kelib ayollarimizda ko'plab uchrab kelayotgan qon quyuqligi bilan, ya'ni qon yuvish tizimidagi muammolar bilan bog'liq bo'lgan holatdir. Bu demak irsiy bo'lishi mumkin, tug'ma holda bo'lishi mumkin yoki hayot davomida orttirilgan sabablar natijasida kelib chiqishi mumkin. Ayollarimizda avvalambor homila bo'lishiga to'sqinlik qilishi, ya'ni ovulyatsiyani vaqtida bo'lmasligi yoki bo'lmasam hosil bo'lgan homilani rivojlanmasligi, to'liq o'smasligi va turli xildagi demak o'sha haftalarda homilani o'sishdan to'xtab qolishi, hattoki ko'p marta rivojlanmayotgan homiladorliklarga sabab bo'lishi mumkin. Va undan tashqari yana keyingi omil bu sizda homiladorlik o'sgan taqdirda ham katta demak sroklarga kelganda homiladorlikda duch keladigan turli xildagi muammolar, ayol kishida qon bosimini oshishi, turli xildagi shishlar hosil bo'lishi yoki eklamsiya, preeklamsiya holatlari va yo'ldoshni erta qarishi, bolani demak vaznini juda kam yig'ilishi va turli xildagi bachadonda va yo'ldoshda qon almashinuvlarining buzilishiga ham aynan shu muammo sabab bo'lishi mumkin. Bugungi kunga kelib bizni klinikamizga reproduktolog murojaat qilayotgan juftliklarimizni hattoki eko programmaga olganimizda ham shu qon quyuqligi sababli eko programma natijasi muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Chunki ayol kishi organizmida agar qon quyulishiga moyillik bo'lsa, hattoki sizda eng chiroyli, eng a'lo sifatli embrionlarni ko'chirib o'tkazganimizda ham natija bo'lmasligi mumkin. Chunki qon quyuqligi bo'lganda eng avvalambor birinchi bosqichda embrionni bachadonga joylashish demak mexanizmida buzilish paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha hosil bo'lgan embrion bolachamiz to'liq bachadonning ichiga qon tomirlaridan joylashib o'tib kira olmasligi mumkin. Ya'ni endi o'zini joyini to'g'ri demak shakllanmaganligi natijasida, yuzaga joylash natijasida homilani turli xil davrlarda demak o'z-o'zidan homila tashlash yoki bo'lmasam homiladorlikni vujudga kelganda rivojlanmay qolishi mumkin. Chunki mana o'sha qon quyuqligi bo'lganda oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, deylik masalan shlankada suv kelyapti. Biron bir probka tiqilib qolganda, tosh yoki musor tiqilganda suv o'tmaydi. Ana o'sha ayol kishining bachadonida ham bola joylashgandan keyin faqatgina yo'ldosh hosil bo'lguncha bachadoni qon tomirlaridan oziqlanadi. Va mana shunda demak o'sha qon quyuqlashishi bu tromblarni hosil bo'lishi va tomirlarda tromblarning bekilib qolishiga olib kelishi mumkin va demak keyinchalik bu homilani o'sishdan to'xtashi, oziqlanishdan to'xtashi va demak o'sgan taqdirda ham kattaroq demak o'sha nimalarda sroklarda homiladorlikda turli xildagi qon aylanishda buzilishlarga olib kelishi mumkin va buni natijasida demak homiladorlik afsuski salbiy oqibatlar bilan tug'ruqdan oldin qon ketishlar yoki bo'lmasam arterial qon bosimlarini ko'tarilishi, ayol kishida shishlar, turli xildagi sabablarga va bola tarafdan ham turli xildagi o'zgarishlarga, uni vazni kam bo'lib tug'ilishi yoki bo'lmasam vaqtida yetilmasliklariga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bularni inobatga olgan holda eko programmada ham yaxshi muvaffaqiyatli natijaga erishish uchun bunga biz alohida e'tibor beramiz. Qon quyilishi bilan murojaat qilgan va bolani ko'p marta rivojlanmay qolib bizga murojaat qilgan patsientlarimizda biz individual har bitta organizmga programma tanlaymiz. Chunki bitta organizmni programmasi keyingi organizmga ayol kishiga bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Uni gormonlarni hisobga olgan holda, qon yuvish tizimidagi muammolarni hisobga olgan holda va o'zini irsiy kasalliklarni ham hammasini jamlagan holda alohida protokol bilan olib borilib, bugungi kunga kelib men praktikamda ham bu bilan
bizga murojaat qilayotgan patsientlar juda ham ko'p. Ya'ni meni o'zim praktikamda 80% ayollarimiz ayni shu muammo bilan murojaat qilishadi. Homilani o'smay qolishi, vaqtida yetilmasligi, rivojlanmasligi va ekoda muvaffaqiyatsizliklar natijasida biz bularga demak o'z vaqt soatida gemestezolog bilan birga yordam berishimiz natijasida biz juda ham chiroyli natijalarga, hattoki shunaqa keyslarimiz bo'lganki, 15 ta 16 talab homilani ketma-ket tushishi, turli xildagi davrlarda o'sishdan to'xtab qolishlari kuzatilgan va biz bu patsientlarimizga alohida individual protokollarni tayyorgarlik qilib, bularni to'g'ri olib borganmiz. Kerakli bo'lgan o'sha qon so'ltiruvchi dorilar, kerakli bo'lgan demak o'sha IV terapiyalar o'tkazganimizdan so'ng o'z vaqt soatida sog'lom farzandli bo'lishga muvaffaq bo'lganmiz. Va eko programmasida ham buni aytib o'tganimdek juda ham muhim ahamiyatga ega. Ya'ni sizda a'lo sifatli embrion qo'yganda ham nimaga ekoda natija bo'lmadi deganda ayni shu qon quyilish muammosi bor yo'qligini inobatga olish kerak va demak hammasini birga e'tiborga olgan holda bu programmani amalga oshirsak, albatta sizda yaxshi natijaga erishasiz. Demak, bunday holat sizda bor yoki yo'qligini bilishingiz uchun albatta ginekolog yoki bo'lmasam gematologga murojaat qilinadi va ayol kishini organizmida demak qon tahlillari, umumiy qon tahlillar, koagulogramma, qon quyuq suyuqligini ko'rish va albatta agar irsiy mutanosiblik bo'lsa, bunda irsiy demak o'sha kasalliklarni bilish maqsadida demak qon quyulishiga moyilligi bo'lgan kasalliklarga genlar deb aytamiz, o'sha genlar bor yoki yo'qligi, qaysi holatda mutatsiyalar borligini bilish uchun tahlillar topshiriladi va bularni hammasini jamlangan holda ginekolog, gematolog bilan birgalikda demak sizga diagnoz qo'yiladi va kerakli bo'lgan davo choralari olib boriladi. Demak, profilaktikani o'tkazish mumkinmi? Ha, albatta, qon quyilishini oldini olish, agar sizda bunga moyillik ayniqsa bo'lsa, sizda oldindan chora ko'rishingiz mumkin. Chunki ayollarimizda homiladorlikka kirishdan oldin bunday demak o'zgarishlar kuzatilmasligi mumkin. Qon tahlillarida ham chiqmasligi mumkin ko'p holatlarda va ayol kishi ayni homiladorlikka kirganda undagi gormonlar, ya'ni progesteron gormonini bilasiz, o'sha ko'p ishlab chiqarishni boshlaydi homiladorlik davrida va mana shu progesteron gormoni hisobini o'ziga ham ayolda qon quyilishga moyillik bo'ladi homiladorlikda. Lekin irsiy sizda tug'ma demak o'sha moyillik bo'lsa qon quyilishiga yoki bo'lmasam turli xildagi o'zgarishlar natijasida bu holat yana ham kuchayishi mumkin va o'zini yanada homiladorlikda yaqqolroq namoyon qilishi mumkin. Shuning uchun profilaktika uchun albatta homiladorlikka tayyorgarlik davridayoq ginekolog, reproduktolog, gemestezolog bilan birgalikda sizga qonni quyiltirishga o'sha qarshilik qiluvchi qon so'ltiruvchi dori-darmonlar, antioksidantlar, ko'p miqdorda suyuqlikni qabul qilish va eng kerakligi sizda demak o'sha harakatlarni ko'p bo'lishi, sport mashg'ulotlari bergan holda kiriladi. Bu hammasi qon aylanishini yaxshilash maqsadida qonni suyuqligini me'yorda ushlash uchun beriladi. Va demak sizga individual programma tayinlangan holda to'g'ri tashxislab homiladorlikka kirsangiz, albatta homiladorlikni kechishi, sog'lom farzand tug'ilishi va turli xildagi homila davridagi asoratlarni oldini olgan bo'lasiz. Doimo sog'-salomat bo'ling va rejalashtirayotgan homilangiz albatta vaqt soatida sog'lom farzand bilan tug'ilishini tilab qolamiz. Sizlar bilan reproduktolog Hilola Anvarovna birga bo'ldik. Videoni oxirigacha kuzatib ko'rganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Albatta sahifalarimizga obuna bo'ling, chunki sizni fikringiz biz uchun juda ham muhim motivatsiya bo'ladi. Bundan keyingi videolarimiz bundanda qiziqarli, bundanda ma'lumotlarga to'la bo'ladi. Bizni kuzatishda albatta davom eting.